Assalomu alaykum. Bugun biz Liquid'dagi partition list muammosini yechamiz va bosqichma-bosqich tushuntirib o'tamiz. Muammoni description bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, bizga single linked list berilgan va bir son x, ya'ni biz qilmoqchi bo'lgan ishimiz listdagi barcha x dan kichik bo'lgan elementlarni oldinga olib kelish, ya'ni keyin x ga teng yoki katta bo'lgan elementlarni ularni tartibini saqlagan holda listning oxiriga qo'shish hisoblanadi. Misol uchun bu yerda 1 4 3 1 4 3 2 5 2 sonlar berilgan va x 3 sifatida berilgan. Natijada bizda shunaqangi son hosil bo'lishi kerak: 1 2 2 4 3 5, ya'ni kichik sonli 1 2 2 3 dan katta yoki teng sonli 4 3 5 hisoblanadi. Bu yondashuvi ikkita yangi linked list yaratish orqali yechamiz, ya'ni left va right. Left bu x dan kichik elementlar uchun, right x ga teng yoki katta elementlar uchun bo'ladi. Asosiy list bo'ylab yurib, har bir nod qiymatiga qarab left yoki rightga qo'shib chiqamiz. Oxirida ikkita listni birlashtiramiz. Ya'ni left va right listlarni birlashtiramiz. Va bizda yechimi tayyor bo'ladi. Coding qismiga o'tamiz. Biz dummy nodlar yaratib olishimiz kerak, ya'ni left va right. Bular dummy node, ya'ni o'zgarmaydigan nodlar hisoblanadi. Node right esa endi bular o'zgarmasdan qolishi kerak, ya'ni biz bu oxirida javobni qaytarayotganimizda bu nodlarni olib tashlashimiz kerak. Shuning uchun bularni o'zgarmasdan qolishi uchun boshqa instansga beraveramiz. Left node left, right node esa right ga beraveramiz. Bizda current hozirgi listdagi joyimiz bu head hisoblanadi, ya'ni boshi. Current agar x soni current valuesi x sonidan kichik bo'lsa, x sonidan kichik bo'lsa, biz uni left node ga qo'shamiz. Node next call. Left node ni o'zini ham bitta oldinga surib qo'yishimiz zarur. Nimaga? Chunki misol uchun bizda hozir aytaylik 0 bilan boshlangan va current soni 1 deylik, ya'ni 3 dan kichkina 1, va biz buni left node ga qo'shdik, 1 qo'shildi. Yana qanaqadir son keldi, misol 2 soni keldi, bu ham left node ichiga kiradi. Lekin left node ni bitta oldinga surmaganim sababli 2 son bu yerga qo'shiladi. Yana son kelsa bu yerga qo'shiladi, yana bu yerga qo'shiladi, shunaqa bo'lib noto'g'ri bo'lib ketadi. Shuning uchun, lekin aslida bu yerga qo'shilishi kerak, birdan keyin shunaqa oldiga qo'shilib ketishi kerak. Shuning uchun left node ni ham o'zini bitta oldinga surib qo'yamiz. Agar x katta bo'lsa yoki teng bo'lsa, buni right node ga qo'shamiz. Right node ga current ni o'zini ham bitta oldinga surib qo'yamiz. Va bu current value, ya'ni listning oxirigacha aylanib chiqmagunimizcha bu while loop davom etadi. Endi bizda bu qismi tayyor. Endi bu qismi bizga left node
va right node yaratib beradi. Left node shunaqa misollar bo'ladi. Misol uchun 0, 1, 1, 2 right node esa 3 ga teng yoki 3 dan kattalar 4, 3, 5 shunaqa sonlar. Bularni ham o'sha 0 dan boshlanadi. Endi biz bularni birlashtirib, mana bu 0 larni olib tashlagan holda bularni birlashtirishimiz kerak. Hop. Birlashtirishimiz kerak. Bunda buning uchun nima qilamiz? Ya'ni right node bizda o'ng tarafda bo'ladi, ya'ni listning oxiri bo'lishi kerak. Ya'ni right nodeni oxiri none bo'lishi kerak. Ya'ni keyingisi buni oxiriga belgilab qo'yishimiz kerak. Juda ham muhim. Va left nodeni keyingi valuesi right nodeni ya'ni right nodeni mana bu 4-chi nimasiga tushishi kerak. Lekin right node bizda hozir 5 ga teng. Lekin bu yerda right node o'zi 0 o'ziga point qilib turibdi, ya'ni belgilanib turibdi. Shuning uchun right ni next qilib qo'yamiz. Va bu 4-chi valyusiga left nodeni, ya'ni 2 ni hozir 4 ga ulagan bo'lamiz. Right va left nimaga o'zgarmasdan qolish kerakligi hozir bu yerda menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi biz left dot next ni qaytaramiz. Ya'ni hozir bularni birlashtirganimizda bizda left bizda shu ko'rinishda bo'ldi. Ya'ni 0, 1, 1, 2, 4, 3, 5 ko'rinishda bo'ldi. Lekin bizga mana bu 0 kerak emas. Buni olib tashlab qaytarishimiz kerak. Buni olib tashlash uchun left dot next ni ishlatsak, bu 0 olib tashlanadi va shu javob qaytadi bizga. Endi buni run qilib ko'ramiz. Mana bu examplelarni comment qilib qo'ysak ham bo'ladi. Endi buni run qilib ko'ramiz. Hozir deshini check qilib qo'yishimiz kerak. O'xshadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.